$825 evaziga Umra safariga borishlari mumkin bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz, agar sizlar oldin borgan bo'lsalaring, vizalaring 1 yillik bo'ladi, hali srogi tugamagan bo'lsa, $825 evaziga borishlari mumkin bo'ladi. Yo'q, men birinchi marta boryapman, undan narxlar qanaqa bo'ladi deganlar uchun $925 evaziga birinchi marta borishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa vizalaring srogi o'tib qolgan bo'lsa, yoki vizalaring umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa. Qachonga sanalar bor degan obunachilarimiz, videomiz oxirigacha ko'rib bizga like'larni bosib tursalar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bugun hikmat travel Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganmiz. Bizni kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'ysalar, xudo xolasa hikmat travelda qanaqa yangiliklar bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'rib borishlari mumkin bo'ladi. Bizni like'larni bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, $825 dan rostdan borsa bo'ladimi Umra safariga? Bo'ladi. Toshkent Madina yo'nalishimiz bo'yicha borsa bo'ladi. Agar vizalari bo'lsa, vizalari yo'q bo'ladigan bo'lsa $925 bo'ladi. Qaysi kunlarga bor deydigan obunachilarimiz uchun 8-avgust kuni bor, 12-avgust kuni bor, 13-avgust, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29-avgust kunlari Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $925 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona Madina reyslarimiz kunlari 12-avgust, 13-avgust, 19-avgust, 20-avgust va 26 va 27-avgust kunlari Farg'ona Madina reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $975 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari sharoitlaring qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsamiz uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Sama al-Misk bitta gastitsamizning nomi, ikkinchi gastitsamizning nomi Darbunyan. Xo'p, qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. 50 bosh xizmati, 50 boshlarimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa kelishadi va undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Va 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun xohlasalar ofislarimizga kelib to'lovlarni qilinglar, rasmiy kassalarimizdan kvitansiyalarni olib ketasizlar, xudo xolasa. Yo bizga uzoqlik qiladi deydigan obunachilarimiz uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, onlayn joylarni qanday bron qilishlikni ham o'zimiz o'rgatamiz, xudo xolasa. Xo'p, ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. O'sha aytganimizdek ofislar uzoqlik qiladigan bo'lsa, onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'ladi. Aloqaga chiqib, pasportlaringni tashlab berib, jindekkina rasmiy hisob raqam beramiz. Bankdan zakolat summasini tashlab berasizlar. Qolganini aeroportga borganda hisob-kitob qilaveramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh.